Men bugun juda muhim narsani tekshirmoqchiman. Ko'pchilik meni faqat mana shu sehrli supurgim bilan taniydi. Eng qizig'i, men aslida nimani yaxshi ko'raman, bilasanmi? Muloyim so'zlarni. Sen tengi bir bola bor edi. U har doim kattalarga baqirar edi. U o'zini kuchliman, zo'rman deb o'ylardi. Lekin men uning uyiga borganimda hech qanday nur, uyida baraka, yaxshi parilarni ko'rmadim. Chunki haqiqiy kuch kattalarga baqirishda emas. Haqiqiy kuch hurmatda, bolam. Eng kuchli bola kim bilasanmi? Katta bilan muloyim, iltimos, rahmat deb gapiradigan bola. Chunki muloyim so'zlar sehrdan ham kuchli. Bugun men faqat qaysi uyda muloyim so'zlar eshitilayotganini tekshiraman. Agar sen bugun yaxshi bola bo'lsang, kechasi uyingni ustida nur yonib turadi va men darrov ko'raman. Qani bugun sen kuchli bola bo'lasanmi?